Xonadoningizda elektromontaj xizmatlarini nima uchun mutaxassis elektrikka topshirishingiz kerak? Mana bunga yaqqoldilar. Biz hozir bir qurilishi to'liq bitkazilgan, ko'chib kirishga tayyor bo'lgan xonadonga chaqirilganmiz. Bu yerdagi holat shit mamnun holati bo'lgan. Biz mana shu holatga olib keldik. Va xonadonda vyuklyatellar, rozetkalarning o'rni shu ahvolda qolgan, shunaqa ko'rinishda qolgan. Birini yoqsangiz yonmaydi. Xullasiki, elektromontaj to'liqli o'z yakuniga yetkazilmagan. Bu yerda bizga yuklatilgan vazifalar shu shetda sborkasini chiroyli qilib, zashitalarni o'rnatib berishimiz kerak bo'ladi va bu osvesheniyalarni yoqib berishimiz kerak bo'ladi. Inshaalloh Allohning izni bilan yoqib berishlikka harakat qilamiz. Qilib beradigan ishimiz hozir har bir kabelni o'z vazifasiga ajratib chiqamiz. Ya'niki qaysi kabel qaysi osvesheniya uchun borgan, bularni bitta-bitta topib chiqamiz. Mana bitta noto'g'ri ulanishlik sabab xonadonimizga bu qo'yib bergan avtomatimiz zashita qilib berdi. Mana endi yoqamiz. Xonadonga bu zashita nima uchun kerak? Xonadonda noto'g'ri ulanishlar yoki bo'lmasa qaydadir teginishlar bo'ladigan bo'lsa, insonning salomatligiga va xonadonning xavfsizligiga to'liqli rioya qilib beradi. Ular osvesheniyasini yoqishga muvaffaq bo'ldik.